Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. En so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Diqqat, tezkor xabar tarqating. Есть у меня. Все хорошо. Я закончила. Ассалам алейкум. Как вы? Все хорошо. Когда закончилось? Все? Я закончила с девочками общалась. Chiroyli o'tkazib olyapmiz Alloh maizlasin. Hurmatli ba'zi bir Uzbekistan Airways styuardessalari diqqatiga. Hurmatli opa-xolalar, внешность bo'lmaganiga yarasha hech bo'lmasa muomalanglar bo'lsin. Bu odamlar hammasi o'ziga yetgudek kazo odamlar, bu standart klassda ketayotganlar ham. Narigi pardani orqasidagi klassda ketsa boshqacha muomala, bu yoqda ketsa boshqacha muomala bo'lmaydi-yu hech bir davrda, hech bir zamonda. Nima bu? Nimasi bu? Men har doim Uzbekistan Airways nima uchun tanlayman? Ovqatlari yaxshi deb, samolyotlari keng deb-da. Lekin xodimlar вообще уровеньni reytingni orqaga qaratishyapti. Keyin uniforma masalasida ham o'zimning fikrimni bildirmoqchi edim. Bu uniforma lekin juda voy, xizmatkorlarning, ofitsiantlarning uniformasiga o'xshaydi. Xayriyat kelib oldik. O'zi aslini olib qaraganda bizni soha ham va styuardessalarning sohasi ham deyarli o'xshash. Xalq bilan, jamoat bilan ishlanadi. Muomalani chiroyli qilishlari bu ularning vazifalari, ya'ni ular majbur chiroyli munosabatda bo'lishga va kulib muomala qilishga. Chunki mana kecha Samarqandda to'y xizmatda edim. O'sha uchun jonim og'riyapti, to'g'rimi? Yaqinda operatsiya bo'lganman. Chiroyli muomala qilishga majburman. 2000 talab mehmonlar kelishgan, o'sha to'yga yig'ilgan. Qanchadan qanchasi meni muxlisim, hurmat qilib kelayotgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yoki kelin bilan kuyovni hurmatga sazovor bo'lgan mehmonlari, to'g'rimi? Ularga chiroyli muomalada bo'lishga majburmiz. Chunki o'zimiz xohlab keldikmi shu xizmatga? Albatta o'zimiz xohlasak, xohlamasak iltifotli, muomalali, madaniyatli bo'lishga majbur. Charchagan bo'lsa yoki ishlagiligi kelmayotgan bo'lsa, munosib kandidaturalarga joyi bo'shatish vaqti kelib qoldi ancha. Bunaqa opoqlar, kenayi xolalar pensiyaga chiqishlari kerak. Juda urintirib qo'yishdi rahbariyat. Hammaga xayrli kun. Mana biz yetib keldik uyimizga, Xudoga shukr. Juda familiya qilishdi, Fazil akam bilan. Endi uyga kiramiz. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz har doimgidek уборка. Mana bolajonim, mana-ku sumka, mana-ku. Asalim. Yur ketdik. Tez kirib olam.